Do'stlar, ushbu xabarimni farzandini kelgusida ichki ishlar xodimi bo'lishini istagan ota-onalarga yoki kelgusida ichki ishlar formasini kiyib elimga, yurtimga va xalqimga xizmat qilaman degan uka-singillarimizga maksimum darajada yuborib qo'yasiz, albatta foydali bo'ladi. Do'stlar, men Akbarshah Teshaboyev, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi dotsenti, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktoriman. 2026-2027 o'quv yilida akademiyamizga bo'lib o'tadigan qabul jarayoni, joriy yildan tatbiq etilayotgan qator yangiliklar to'g'risida ma'lumotlarni berib o'taman. Akademiyamizga 17-25 yosh oralig'idagi o'rta maxsus va professional ta'lim ma'lumotiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bakalavriatning kunduzgi ta'lim yo'nalishiga tanlov asosida qabul qilinishadi. Tanlov 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi dastlabki tanlov, ikkinchisi maxsus kasbiy tanlov, uchinchisi esa yakka tartibli yakuniy suhbatdir. Dastlabki tanlovga nomzodlarning arizalari joriy yilning 15-fevraliga qadar qabul qilinadi. Bunda Ichki ishlar vazirligining akademik litseylar bitiruvchilari hamda fuqarolar va harbiy akademik litseylar